Azbek tilla hanni. Balchidan tilla, loydichidan tilla. Tilla balchiqda ham, loydichida ham tilla. Tillaligini qiladi. O'ylanma. Bugun hanni Arashan, Idilbay, Qo'zi, Barra Qo'zi, Eng asosiy savol. Inabala, hammasi solo Azbek. Bitta ikkita qo'chqar aralashib qolgan xolos. Voy! Ha, to'quvlargacha kelgan. Nima nahla? Qachaqlayman Azbek. Eyda beyda yo'qna va bu. Umuman Azbek, ishini miyaga sig'maydan narxib beraman bugun. Ishaning? Erkakcha gapmi? Ha, uyda hanni 10 bodan tilmoqsan menga. Mana shu like bosib qo'yinglar, akalar, Qalpoqqa. qalpoqqa. Bu sehrli qalpoqcha deydi, xudo xolasa. Naqsinadi. Sinadi. Mikin 100 tani tushmuyor. tomi tugadi ham. Hanni. Yana keldi 100 tane davomi. Yana keldi. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, xudo xolasa videoni oxirigacha tomosha qiling. Bittadan like deb bosing, obuna bo'lib qo'ying, Esdan chiqmasin. kommentariyaga negativ deb bosinglar. Assalomu alaykum. Kanalimizga shaddiy obunachilar. Akalar, xudo xolasa bugun biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on arzonchilari o'tmishlar qishlog'idamiz. Akalar, xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib turib, bittadan like deb bosib, obuna bo'lib turasizlar. Akalar, xudo xolasa hammamizga shunaqa lardan xudo xolasa qo'ramizda mingtadan turishlik nasib qilsin akalar. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib turib, bittadan like deb bosib, bizning kanalimizga obuna bo'lib turasizlar. Akalar, xudo xolasa Arashan qo'yiladi, zo'rlardan chiqadi 3-4 partiya. O'sha qalpoqli boladan. Qalpoqli bola do'stimizni qo'ralaridamiz. Qalpoqli bola nimaga? Yaxshimi? Tinchmisiz? Zo'rmisiz? Zo'z qo'ylar qanaqalardan kelgan qalpoqli bola bugunga? Shanorim. Noyob bidillarida. Bir qarash zeb boladan darajada. Qalpoqli bola bugunga nech partiya qo'ylarimiz chiqadi? 4 partiya Azbek. 4 partiya. Manilik chiqadimi? Chiqadi Azbek. Videoni oxirigacha ko'rib turganiga arziydimi? Tursin, shanorim. Vaqti Naqdana yuvamiz. Sutagan qilamiz. Tekazagi ham bor, birazagi ham bor Azbek. Videoni oxirigacha ko'rib tursin, arziydi o'zi. Arziydi Azbek. Akalar, xudo xolasa Arashan qo'y boqmoqchimisiz? Xudo xolasa Azbekizga obuna bo'lib qo'ying. Qo'ylarda akalar, xudo xolasa oq yuz simpatika variantlarida olib keldim. Azbek keng, xudo xolasa har kuni Xudoni bergan kuni video qilyapmiz. Undan baqa ham xudo xolasa video qilamiz. Azbek obuna bo'lib, paddishkada bo'lib tursanlik o'sha qo'ylarda injiqlarida olib keldim. Kesangiz xudo xolasa sog'liq, egazak, ona bola zo'rlarida olib keldim deb qalpoqli bola do'stimiz chaqirdilar. Xudo xolasa qalpoqli bola har kuni qo'ramizda video qilyapmiz. Xudo xolasa narxini arzon qilib beryapmiz. Shunga video qilyapmiz har kuni. To'g'risi gapda. Xudo xolasa har kuni qo'ylarni sotib xudo xolasa obunachilarimizni qo'y bilan ta'minlayotgan qalpoqli bola do'stimizni qo'ralardan xudo xolasa Kalpon quloq Arashan qo'y boqaman degan akalarimiz. Hammasi sog'lom qalpoqli bola bo'ladi. Hammasi sog'lom Azbek. Hammasi sog'lom, xudo xolasa hammasi sog'lom qalpoqli bola bo'ladi. Azbek ikkitasi 9 o'yloqda. Aha. Bittasi o'rtadan 4 ish. To'nosi. Ha, endi 4 ishga tushyapti. To'nosi xudo xolasa 4 ishga chiqdi akalar. Lekin qo'ylarimizni bir kishi olsin tavsiya qilib qolaman akalar. Shoshilib qoling, xudo xolasa o'sha ayda-bayda uchramaydigan variantlardan. Qo'ylarni sifatlilarni qaranglar akalar, jonivorlar. Yuzlarni qaranglar, mashalloh, to'xlular ham o'sha. Xudo xolasa ayda-bayda uchramaydigan variantlari. Akalar mana shoshilib xudo xolasa telefon qilaverasizlarligi men bunday qo'yib olmayman. Zo'rridan bo'lsin, shu 30 ta emas, 3 ta boqay, zo'rridan boqay. Arziguligidan boqay degan hoji bolalarimiz uchun tavsiya qilib qolamiz. Shoshilib qoling. Narxi arzon, serxaridor. Xudo xolasa narxi ham qulay bo'ladi akalar. Qalpoqli bola. Azbek. Xudo xolasa sinovdan o'tdim ishlari. Bir hafta garantiya Azbek. Bir haftaga xudo xolasa behijolat bir haftaga garantiyalari bor akalar. Shoshilib telefon qilaverasizlar xudo xolasa. Bir kishiga olsin tavsiya qilib qolaman akalar. Shoshilib qoling xudo xolasa ayda-bayda uchramaydiganlardan. Tozalardan, injiq variantlaridan. Narxi arzon, serxaridor variantlari. Qalpoqli bola narxi tamom, bir joyga olishadi. $300 Azbek. Voy qalpoqli bola, biz hozir qaydamiz? O'zbekistondamizmi, yo'qligindamizmi? O'zbekistondamiz. Amerikadamizmi biz? Yo'q, Koreyada emas, O'zbekistondamiz Azbek. So'mda gaplashaylik, Amerikada bo'lsa. Ketaveradi. Voy erkak! Ha? Bo'ldi 34 da. Azbek. Tillami bu? Tillani balchiq ko'msaman, baribir tilla bo'ladi-yu Azbek. Tilla balchiqda ham tillaligini qiladi. Bajada tillani qiladi-yu Azbek. Bo'ldi 3,5 dan mana. Yo'q, Bitta gapingizga 3,5 milliondan bo'ldi sotildi. 37 dan ketdi mana.
Voy Alpali bola. Eylama. Sotuldi bo'ldi 3,5 Qo'ydi. millionda. Yo'q, Azbek. Alpali bola. Azbek bunday qo'ydi, o'zingizlar bilasiz, faqat dollar chiqaradi Azbek. Ishonaman Azbek. Siz so'mda chiqaring, tamom. Men ham to'g'risida. Siz so'mda chiqaring tamom. Shu Azbek, men ham so'mda chiqaraman Azbek. Men ham obunachilarim. Voy, erkak arzonchimisiz? Arzonchiman Azbek. Tanlamisizmi mana arzonchilarimiz 3,5 milliondan bo'ldi. 1000 so'm ayaga olsam video chiqarmayman mana. Javob berib qo'yman gapimga. Yo'q, Ishonmaysizmi? Azbek, stop chiqmaydi menga. Videoni chiqarmayman 3,5 milliondan ag'ida bo'lsa. Men ham bittaga gapiraymi? Yo'q, bitta ikkita gap gapirman. Bo'ldi barbarakadan sotildi. Siz meni gapimni eshitdingmi? Yo'q, umuman eshitilmaydi. 3,5 milliondan bo'ldi sotildi. Yo'q, Azbek. Bir kishi oladi deyapman men 50 sizga. mingni o'taman. Qanchadan bo'ladi? 36 yarimda ketaveradi. Men sizga aytyapman, 3 million 500 ming so'mdan bo'lsa ham video chiqmaydi. Shuncha aytaman, videomizni dagar olib chiqyapman YouTube. To'xtab turing, 3 million 500 ming so'mdan bo'lsa ham video chiqmaydi. Qo'lda beram. 3,5 36 dan ketdi mana. Sizga aytyapman, 3 million 500 ming so'mdan bo'lsa ham video chiqmaydi. 3 million 500 ming so'mdan bo'ldi otangga rahmat deyishadi. Sotildi bo'ldi. Yo'q, Azbek yaxshi o'ylayapti o'zi. Erkakchalar qilib qolasizmi? Sotildi bo'ldi tamom. 3,5 million so'mdan deyapman Alpali bola. Bir qator ko'rsating Azbek. Mana. Hammasi shalpon quloq Azbek. Shalpon quloq variantlarida, xudo xolos qo'ylar yuzlarni qaranglar, akalar. Kallasini yegmaydiganlardan, tozalaridan xudo xolos dagarlar. Sotildi bo'ldi 3,5 million so'mdan. Azbek. Ey! 36 dan ketaveradi Azbek. Bola bo'ldi 3,5 milliondan sotildi. Azbek, qarang-ta. 3,5 milliondan beraman Azbek. U o'zi bu odam tilpmonsa. Ishonaver. Martga mart o'ynaydigan odam. Erkakman men. Ishonavering. 3,5 million so'm berasiz. Milliondan beraman Azbek. Ammo 1000 so'm kami yo'q Azbek. Umuman. O'ylashmasa. O tushib beraman deb o'ylashmasiz Azbek. Dastlabki yo'li olib borib beraman uyda. Qaygacha? O'ylashmasiz dastlabkani Azbek. Dastlabgacha itilgan yergacha. Hammasi uchoni bir savdo qolsa Azbek dastlabkani o'ylashmasin. 3,5 million so'm. 3,5 million so'mdan. O'zi bu odam tilponsa bo'ldi ketaveradi Azbek. Aniq. Ishonavering. Men uyda ham maslahat ko'radi, tilpon qilishmas. Realni maslahat qilib keyin tilpon qilasan Azbek. Joni hisobisi aniq. Ey Azbek, o'g'il bola bitta gapiradi doim. Ikkinchisiga gapirmaydi. Yo'q, umuman Azbek. Joni hisobisin. Akalar 3,5 million so'mdan mana martga mart o'ynaydigan odam telefon olsin beradilar. Lekin qo'ylar arziydi 3,5 million so'mdan. Akalar shoshilib telefon qilavering. Xudo xolasa o'sha ayda uchramaydigan variantlarda. O'sha noyoblari deymiz-ku, akalar. Shunaqa variantlaridan. O'sha haqiqiy arzonchiligini qilib qo'yadi baribir ham. To'g'rimi Alpali bola? Uyda 10 tilponsa menga. Erkak odam telefon olsa. Uyda 10 uyda odam tilponsa. Akalar shoshilib telefon qilaverasiz. Xudo xolasa mana bundan arzonini qidirib ham topolmaysiz. Tildan chiqqaniga javob beraman mana akalar. Shoshilib xudo xolasa aloqaga chiqing, sotiladi tamom. Xudo xolasa tomoshaga hazillashib chiqargan yo'qmiz akalar. 3,5 million so'mdan u 350 dollar, 400 dollar kerak bo'lsa 500 dollar ham chiqaryapti odamlar. Mana ishqivozi bo'lsa 3,5 million so'mdan, 300 dollar ham yo'q. 3 million 600 ming ham yo'q, 3,5 million so'mdan qalboli bo'ladi. Erkak do'stimizda. Xudo xolasa arashan projestimizda. Azbek, menda ayta, obunachilarimiz telefon qilyapti, "Ash ko'rgan qo'ylarimiz bor edimi?" deyapti. Obunachilar, hammalarni qo'ylarni to'qqinglar. Ko'rgan qo'ylarim boradi, videoga chiqqan qo'ylar. U almashtirib, u qo'yilmaydi, u haramishdan qo'rqamizdan to'g'risiga. Do'g'risi 50 ming, 60 ming qo'yda qilib o'shani ham harom qilib olishni nima kerak bu, to'g'rimi? To'g'ri Azbek, hamma qo'limiz og'zini tutolmaymiz Azbek. Biz ham-da, to'g'risi. Yengil qo'yda qilib 3,5 million so'mdan qiladi. Ketaveradi. Mirakmasa? Yo'q Azbek, umuman. Joni hisobi. Aytayapman Azbek, ko'rgan qo'ylar chiqib boradi. Azbek mana shu 3 dan ikkinchikini yo'q. O'ylashmasdan Azbek. Ammo videoda oxirigacha ko'rib bo'ldi. Otangga rahmat Alibjon, bo'sh kelmadi. Shuni yozib turinglar. Bag'i bomba qilib beraveraman narxda. Akalar keyingi partiyamizga xudo xolasa o'sha ayda uchramaydiganlari. Tozasidan olib ko'paytirib yuraman Azbek, chiqargini o'sha haqiqiy o'sha ayda yo'g'idan chiqar Azbek. Men boqqanga yarashamda maza qilaveraychi degan akalarimiz uchun. Boqqanga yarashamda chin ko'ngildan boqaychi, chiqargini o'sha tozasidan chiqarchi Azbek. Senga ishonaman degan obunachilarimiz uchun. Akalar tavsiya qilib qolamiz.
shoshilib telefon qilaverasiz. O'sha haqiqiy o'sha ayda-bayda yo'q variantlar. Qalpali bola sog'lommi qo'chqorim bular? Azbek bittasi qo'chqor, 3 ta sog'lom. Uchtasi ular. Uchtasi Xudo xolos oyligicha qalpali bola. Hozir 5 oylik. 5 oylik atrofida. Atrofida. Xudo xolos tozalardan ekan qalpali bola. Azbek. Mashalloh. Akalar bir kishi olib qo'ysin, xudo xolosa tavsiya qilaman akalar. U ayda-bayda uchramaydiganlardan, noyoblaridan xudo xolosa 5 oylik plus minus o'rtasida xudo xolosa. Chalpon quloq variantlaridan akalar. Kamiga 3 ta sog'liq ekan. Tozalaridan olaman degan obunachilar. Qalpali bola, Azbek. haqiqiy zo'rlarda. O'ta. Mana akalar qo'ylarni qaranglar, o'sha haqiqiy tozalaridan haligi haligi injiq akalarimiz boqadigan variantlarda haligi men bunday qo'yib bo'lmayman. Zo'ridan boqaman Azbek. Chiqar, zo'ridan chiqar chi degan akalarimiz shu akalar. Haligi mindaydan bo'lmayman, tozasidan boqaman. Ular qarang, hammasi ohu ekan Azbek. 10 ta emas 4 ta baqaychimday qo'ydi. Tozasidan baqaychi degan hojibolarimiz uchun. Akalar shoshilib xudo xolos telefon qilaverasiz. Qalpoli bola, Azbek. sizga birinchi o'rinni beramiz deyman-ku. Shu gapda adashmas ekanman haqiqatda. Faqat sariq qo'chqor olasiz, Arashan variantlarida. Obunachilar so'p kelyapman Azbek. Tozalaridan, ha? Ha. Mashalloh, bu qo'ylarni qaranglar akalar. Narxi tamom. Marhama. Narxi berishaveradi. 29 dan Azbek. Maqtadik hozir. 28 dan. To'xtab turing. Maqtadik hozir. Beboltda hammasi bitta olta tapmaydi uchib ketib qoldi havoga. 28 dan. Ishonmaysizmi? Ishonaman. Ishonsangizmi 28 dan deyapsiz? 27 dan. Qo'l sekin urang. Uzr ediniz bundan oldin bari. 2,5 milliondan bo'ldi. İyi. Biz yaxshi narx oldik Azbek. Meni pul sanab kelman ularga. Ha, bo'pti nima deyapman? O'g'irlab qo'yasiz deyapman. 27 Yeah. dan uradi. 26 dan bo'ldi. Yaxshi oldi o'zi. Ya, eng murim qo'lingizga yana. Yo'q, yo'q. Sotildi tamom. 27 dan ketaveradi. Hamma. Hey! Ha, o'ylamaysiz? Like to'g'az qo'yishadi qalpaqqa. Bo'ldi, xalqqa like bo'lsa, da'vatmasanglar. Sotildi tamom 2 million 600 ming so'mdan bo'ldi. Yaxshi oldi o'zi. Sotildi. Yaxshi oldi o'zi. Erkakcha savdo qilsa. Bir joyga. Uyda 10 bor odam tutmonsan. Bo'ldi. O'tidan odam. Aka 2 million 600 ming so'mdan qanaqa narx? Qanaqa narx? Mana bittadan like bosib qo'ying, to'g'rimi qalpali bola? To'g'ri Azbek. Otangga rahmat deb yozib qo'ysin bo'ldi. Sotildi bo'ldi 2 million 600 ming. 50 million bo'lib olamiz ketaveradi. Hozir aytdingiz 2 million 600 mingdan desam ha dedingiz u. 27 dan 2 million 600 ming so'mdan desam ha dedingiz. Mana lovizdan chiqqaniga javob berib qo'ying. Sotildi bo'ldi. Ming so'm ham tushib bermay men 26 dan ketaveradi mana. Hayri bor deb bo'lsa. Hayri bor? Ha. 26 dan ama. Hayri bor, bo'lmasa video chiqmaydi. Bo'ldi, obunachilarimiz olsun. Akalar 2 million 600 ming so'mdan. Mana arzoni. Bundan arzoni o'sha ayda-bayda qidirib ham topolmaysiz o'sha injiq akalarimizga tavsiya qilib ko'radigan joyi akalar, xudo xolasa shoshilib telefon qilaverasiz. Qalpoli bola bundan partiyalar bormi? Serum partiya. Aniqmi? Nosekin gapiryapti. Naval deyapman. Akalar, xudo xolasa keyingi partiyamizga egazakchi qo'yib so'ragan obunachilarimiz uchun akalar 100% egazak, xudo xolasa bolalari ham bagdi yetgan variantlardan. Qalpoli bola, Azbek. noyob. O'ta Azbek. Ayda-bayda yo'g'idan. Ha. Xudo xolasa mana olib qo'y. Talab. Xudo xolasa zo'rida akalar. Mashalloh, sori variantlaridan. Alayam to'qaman degan akalarimiz uchun, musofirdagi akalarimiz uchun akalar tavsiya qilib qolaman. Shoshilib xudo xolasa telefon qilaverasiz. Xudo xolasa qo'ylarni qaranglar akalar. Sifatlilar, jonivorlarimiz mashalloh. Qalpoli bola 100% egazak. 200% Azbek, 100% gapirman. Hey! Ha. Javob. Javob Azbek, biz hali qo'shib ekazak Azbek. Javob Tozasidan xudo xolasa Qalpoli bola. Azbek toza, qo'shilib-qo'shilmagan Azbek. Nima? Vobshe. Shuni boradi qo'y handim. Ha. Shuni bitta 2 o'ni haydaversam 2 tomonga.
inas qidirmasa bekor qo'laveradi. Qo'l sotaveradi. Vey! Ha? Yavuz! Javob Azbek. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar xudo xolasa lekasakchi qo'yib boqaman degan akalarimiz uchun. Alpoli bola o bunuchi ilanchish qanaqa? Inanchish Azbek 4 ish. 4 ilanchi. To'rt ish. Xudo xolasa Alpoli bola bollar nima qilardi? Ikki ham qo'chqor Azbek. Qo'chqor. Qo'chqor. Akalar xudo xolasa qo'chqorni zo'ridan bollari ham qo'chqor akalar xudo xolasa toza variantlaridan egazakchi bo'lsin xudo xolasa olib bolani xudo xolasa ko'paytirib yuraman degan akalarimiz uchun. Akalar mana xudo xolasa uchosi ham bundan baqi xudo xolasa bunday ko'chaga haydab borasizlar xudo xolasa shu tomosha qilib o'tirsalaringiz ariqda bo'yda o'tlab kelaveradigan variantlaridan akalar xudo xolasa zo'ridan aqalpali bola Doridan Azbek. ikkinchi kim yo'q-a? Yo'q. Inasini mong'oriq deyishmasan aka. Azbek. Nima endi bu ikkiza bayapti Azbek. Hayin sizga og'riq bo'ladi. Endi ikkita qo'ydi baqqandan Bitta qo'ydi bayapti Azbek. Bitta qo'ydi ham baqqa yo'q jonivar. Jonivor Egasi ham Azbek o'zi sotish niyati yo'q ekan. Aha. Zararlik uchun sotib qoldi Azbek. zararlik uchun xudo xolasa lekin Zararlik uchun sotdi. qo'ydi qalpoli bola ishonavering bir kishi oladi. Raza duo qilib boqib yurishadi jonivorimiz maşallah. Vaqtim shu bu. Azbek meni ham jashim oqaryapti 18 ga kirgan bolani. Vey. Ha. Yashash qizlarim chachi oqaryapti. Qo'ydiga qarmang. Ne bu shanchi bu? Shuni Realni bo'lsa- ochaylik. Realni bo'lsa unda bizga endi Shumal gap kerakmasa? nima kuchmal gap kerakmi? Mana 4 ta. 4 ish. 4 ish. 4 ish. Dana 4 ish. Xudo xolasa akalar mana yugurib bola ina oldiga yugurib kelib olayotgan variantlar. Qalpoli bola. Azbek. Narxi tamom. Narximi? 7 million. Vey. Ha? 6 million 600 ming bo'ldi. Egizatiya? Ha? 6 million 600 ming. Unda bo'lmaydi Azbek. Nimaga bo'lmaydi? Unda encha qo'shadi. Nimaga bo'lmaydi? Azbek boladan ish qilaylik kech Ha, o'ynayapti boladan Azbek. ish qilaylik to'g'risiga. Bunday aytdi Azbek. 69 berishadi ketaveradi Azbek. Vey! Ha? 67 bo'ldi. Aytibman. Albag'i yo'q. 6 million 700 ming. Yo'q Azbek yaxshi oldi-yu. 6 million Dastlabkasi ham 700 bor-da Azbek buni. 6 million 700 ming. Baraka. Alloh barakani bersin. Xudo xolasa bir kishi oladi. Joningiz sog' bo'lsin. Ha Azbek yaxshi oldi o'zi. Vey! Sana bab kelganman-da Azbek. 6 million 700 ming deyapman. Uchap pulga o'ynagan yo'qmiz payda qalpoli bola. To'g'ri Azbek. Shunaqadir Azbek. Sotildi bo'ldi. 69 ga ketaveradi Azbek mana. Sotildi. Ya Azbek ya. Qalpoli bola. Azbek. Qancha bo'ldi oxirisi? Oxirsimi? Martga Azbek o'zingiz ham bilasiz Azbek. To'g'risida 68 ga olib borib beraman Azbek. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar 6 million 800 ming so'm xudo xolasa. Ishqi vozi bo'lsa shoshilib telefon olaverasiz. Qalpoli bola bilan kartalar bor bundan Bor kartalar. Azbek partiyamiz. Bo'lmasa ketding sholayga. Boshlardik. Navbat beraveramiz. Aha. Akalar xudo xolasa oxiri partiyamizga narxarzon ser xaridor variantlari. Qalpoli bola so'lomga chiqarim bular. Bittasi soloq, Aha. bittasi qo'chqor. 2 donasi qo'chqor. Ha, kambag'alni bo'y qilaman degan. Ana shu ikkisi qo'chqor. Aha. Xudo xolasa zo'rlardan olib boqaman degan akalarimiz. Akalar tavsiya qilamiz. Shoshilib telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa ko'paytirib yuraman degan akalarimiz uchun akalar. Toza variantlaridan xudo xolasa ular qaranglar sifatlangan jonivorlar. Oxir variantlari. Qalpoli bola Azbek. ular oylig'i Oylari 4 oylik 5 oylik. atrofida. Narx qancha? Bo'ldigandan Ha. 24 dan berasan. Xalqimga 23 ta. Yaxshi oldi o'zi. 23 tan. Yo'q, Azbek yaxshi oldi. 23 tan. Sotildi tamom. Yo'q, Azbek 24 dan ketadi. Qalpoli bola. 50 mingni o'taman bo'ldi. 23 tan tepa-tek istiqbo olaylik. Yaxshi oldi. 6 million 900 ming bo'ladi. 6 million 900 ming bo'ladi. Yerda aybaydi ham xudo xol urib yeyman Yo'q, deyam Azbek, jonivorlarimiz. Sotildi. Yo'q, Azbek. Sotildi. Aytapan 24 dan bo'lsa ketdi mana. Vey! Ha. Erkakcha savdo qilsa. Erkakcha savdo qilsa Azbek 50 mingni o'taman.
Yo'q, 23 dan ekan, shu yerdan meni o'tagansiz yana. Yana? Ha, Yana o'taymi? ha. Hayır yo'q bo'ldi. 22,5 dan. 23 dan. Ha bo'ldi dedingiz, 23 dan ham o'taman deyapsiz-ku. Ana demadim men, hayır yo'q. Mana lovozdan chiqqaniga javob berasizmi? Ha? Javob berib qo'ymaysizmi? Vallahi ana. 22,5 dan. 22,5 dan. Joningiz sog' bo'lsin. Bugun bo'lsin. Akalar 2 million 250 ming so'm xudo xohlasa shoshilib telefon qilaverasizlar. Videoni oxirigacha ko'rgan akalarimiz bo'lsin, xudo xohlasa hammamizga shunaqa qo'yiladigan ko'ramiz-da. Mingtadan turishlik nasib qilsin akalar. Azbeguzga betadan obuna bo'lib, like bosib bu ishingizdan chiqmasin.